Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi obzorimiz Qorasuv massivi 1 da joylashgan ikki xonali uy 10-qavatdagi uyni obzorini qilamiz. Keting. Uyimiz changi bilan chiqdi remontdan keyin. Demak, bu zal. Zalda ichida balkon joylashgan. G-obrazный koridor sifatida etilgan va har bitta xonasini eshigi alohida. Keyingi xonamiz oshxona. Ikkinchi xona bu yotoqxona hisoblanadi. Bemalol spalni garniturni joylashtirib yashashingiz mumkin. Sanojot. Demak, uyimiz 10-qavatda Qorasuv 1 da joylashgan. 47.500 deyapmiz, savdosi bor. Siz xohlagan ipoteka yoki naqd pulda xarid qilishingiz mumkin. Avtomobil